Azizlarim, mana shu videoga mashalloh deb yozib ketsanglar, sizlarga Allohim g'oyibidan shunaqa lokatsiyalardan, shunaqa 4 sotik qo'g'irchoqdagi uylarni berib qo'ysin Allohim. Azizlar, juda ham zo'r lokatsiya, menga yoqadi. Videodan uzoqlashmasdan turinglar. O'nadirda azizlarim, ko'p kutilmasdan aytib o'raman. Poliklinikani bilasizlar, Fetchenka maktablarni bilasizlar azizlarim, militsiyaxonalar, shuni oldida, pashti yo'lni bo'yida desa bo'ladi. Hamma kommunikatsiyalari bor azizlar. 4 sotikka azizlarim 5 xonadan iborat. Katta yer to'lalari, videodan uzoqlashmasdan oxirigacha ko'rib turinglar azizlarim. Bunaqasi hadbamda uchira olmaydi. Zo'r narx, zudlik bilan sotilish kerak. Unaqa qimmat emas. Azizlarim, uyni ko'rdinglar, rostdan mashalloh degan kirib yashaydigan sharoitlari bor, remontlari zo'r azizlarim. 4 sotik, mana shu ro'pparaga robotdan kirganda azizlarim, haligi aytamiz, high tekstilda uyni ashaqqa solish kerak azizlarim. 2 qavat qilib yer to'lalari bilan 3 qavat qilib olsangiz bo'ladi. Mana 4 sotik, 4 burchak azizlarim, 5 ta xonadan iborat. Sizlar hozir 4 tasini ko'rdinglar. Yengil videoda azizlarim yer to'lalarini ham ko'rsatdik. Mana spalnigimiz azizlar, bu ham balandgina paltalashga o'xshagan spalnigimiz. Hozirgi kunda uyda egalari bor. Bezovta qilmaymiz, robotxonalarimiz yopiq ko'ryapsiz. 2-3 ta mashinalar qo'yib qo'yamiz. Azizlar, lokatsiya zo'r. Bu yerda narxi yerda puli ham emas. Yo'lni bo'yida. Hozir narxini ham aytaman sizlarga. Shu ro'paraga albatta 2 etaj uy solish kerak azizlar. Ona turgan shiperga e'tibor bermaysizlar. Bunday akamiz времени to'sib turgan ekan, o'zi bunday 4 burchak azizlar. Tekis. Xo'p, ketdi. Adreslarni aytadi sizlarga ko'p kutilmasdan juda ham zo'r narx azizlar. Azizlarim, videoda boshida lokatsiya zo'r dedim-ku. Sal lokatsiyani aytib o'ray sizlarga, narxini ham aytaman. Narxi ham zo'r azizlar. Bu yerda o'zi quruq yerlarda puliga chiqaryapmiz. Xo'p, Qirg'iziston O'sh shahri, O'nadir, Kurchenko ko'chani bilasizlar azizlarim. Kurchenko 3 bo'lyapti. Если navigator bilan kelaman desanglar, adreslarimiz Fetchenka maktabimiz ro'parasidan kirganinglarda azizlar, mana shu mahalladan to'g'ri borib chapga burilsanglar, уже ro'parasiga taqalasizlar maktabni azizlar. Militsiyaxona yonboshida azizlar, pasportniy stol, eshigimiz tagidan 4 xil marshrutlar o'tadi. Masjid, o'ng tomoningizda ham, chap tomoningizda ham poliklinika, juda ham yaxshi lokatsiya azizlar. Mahalla qalin. Eng qizig'i, hamma kommunikatsiya bor bu yerda. Gaz, suv, svet azizlar, muammo yo'q. Даже Wi-Fi'gacha bor ekan. $94,000 yana ozgina kami bor deyapti. Zudlik bilan sotilish kerak uka deyapti. Unaqa 120, 130 da o'ylayapti ekan akam. Men har videoyimda aytaman, sizlar uchun men o'zim oladigandek zo'r qilib savdolashib chiqaraman azizlarim. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Mana shunaqa lokatsiyadan istab yurgan qarindosh urug'larga mana shu videoda albatta jo'natib olinglar. Telefon nomerlarini yozinglar. 0551 bilan 68 67 87. Qaytaraman, 0551 bilan 68 67 87